Bugungi insamal mavzusi. Insamal. Bu salomlashish degani insamal. Koreys tilida salomlashish qanaqa bo'ladi? Harflarni o'tdik. 1-2 darslarimizda va annyeonghaseyo degani annyeong. Mana bu yerdagi n va ng harflari patchim harflar, ya'ni har bir bo'g'inda an deganda nyong bo'g'in bor. Ikkita annyeongda ikkita bo'g'in bor va shundagi an pastga tushadi patchim bo'lib. Nyong bu ham bitta bo'g'in, har bir bo'g'in birgalikda yoziladi. Nyong. Nesi pastga tushadi. Tushunarli-a? Buni patchim mavzularida o'tdik. Va annyeonghaseyo degani salom degani. Salom. Ya'ni bizni assalomu alaykumga to'g'ri keladi. Va keyingi inson ham, gapirayotgan keyingi inson ham salomingizga yana annyeonghaseyo deb javob beradi. Mana. Va koreyslar bir-biriga egilgan holatda annyeonghaseyo deb salom berishadi bir-biriga. Bu culture, ya'ni bir madaniyatga kiradi. Salomlashish madaniyati. Mana. Va salomlashish insamal deyilarkan. Salomlashish insamal deyiladi koreys tilida. Va birinchi qism salomlashishi bu annyeonghaseyo. Yozib berayotganligimning sababi, siz ham shuni yozib ko'rsangiz, qo'lingiz ham o'rganadi yozishga. Keyingisi esa keyingi inson ham annyeonghaseyo deb javob beradi. Va ikkinchi qism salomlashishdan keyin bu tanishuv bo'ladi. Tanishuv. Shunda bir-biriga salom bergandan keyin uchrashmoq. Mannaso uchrashganimdan bangawoyo. Uchrashganimdan xursandman degani. Va mana bu yerdagi bangawoyo deb keyingi inson aytadi. 1-2. Keyingi inson aytadi, men ham xursandman degani. Nima ekan? Men ham xursandman uchrashganimdan degan ma'noni bildiradi. Mana salom berdi. Keyingisi esa mannaso bangawoyo. Keyingi inson bangawoyo deb javob beradi. Bu yerda ham yozib ko'rsataman. Mannaso bangawoyo. Uchrashganimdan xursandman. Keyingi inson ham bangawoyo. Men ham degani. Koreys tilida. Va uchinchi qism nima bo'ladi endi? Bu uchinchi qism xayrlashuv bo'ladi salomlashgandan keyin. Agar qisqa suhbat qiladigan bo'lsangiz, bu nima degani ekan? Annyeongni keseyo. Annyeongni keseyo degani. Bu yerda ko'rib turibsizki, kaseyo ham, keseyo ham bor. Bir-biridan farq qiladigani mana shu ye harfi. Ke. Bu ka. Birinchi kedagi ye bu yaxshi qoling degan ma'noni bildirib keladi. Tushunarli? Mana annyeong. Mana bu annyeong hi deb nimaga o'qimayapsiz desangiz, hi harfi mana shunaqa o'rtangi holatlarda keladigan bo'lsa, bilinar bilinmas o'qiladi. Annyeongi. Hi degani bilinar bilinmas. Annyeongi keseyo. Tashlab ketsangiz ham, o'qimasdan tashlab ketsangiz ham bo'ladi degan. Annyeongi keseyo. Yaxshi qoling degani. Nima degani ekan? Yaxshi qoling. Keyingisi esa
Anniyongni kada degani bormoq. Kaseyo yaxshi boring degani. Nima degani ekan? Yaxshi boring. Ya'ni xayrlashuv. Mana shunaqa holatda ishlatilyapti. Uchinchisi nima ekan? Ya'ni yana bitta yozib beraman. Uchinchi holatimiz bu esa xayrlashuv. Anniyongni keseyo yaxshi qoling. Keyingi insonnisi nima deydi? Mayli, yaxshi boring deydi. Anniyongni kaseyo. Mana ko'rib turganimizdek 3 ta qism o'tdik. Birinchisi esa nima ekan? Salomlashuv. Keyingisi esa tanishuv va xayrlashuv so'zlarni o'tdik. Bular qotib qolgan shakl hisoblanadi. Bularni yodlab olsangiz juda ham zo'r. Shuning uchun bittama-bitta tushuntirib berdim. Yodlashga yana qayta-qayta yozib berganimning sababi ham tezroq yodlab olishingiz uchun edi. Bu odatda bunaqa qilib mayda-mayda tushuntirilmaydi. Tez-tez o'tib ketiladigan mavzu. Lekin esingizda qolsin deb maydalab tushuntirib berdim. Keyingi mavzuimiz esa bu noun plus noun, ot bilan ot. Ingliz tilini biladiganlar ot bilan ot ga gap yasaymiz. Ya'ni o'zbek tilida ot plus ot gap qanday bo'ladi? Masalan, men o'qituvchiman. Desam, men ham ot, bu ham ot. Ya'ni bu yerda fe'l nimadir yo'q. Birinchi ot olmoshda men. Men o'qituvchiman, men talabaman, ismini desangiz bo'ladi. Men Lolaman. Lola o'qituvchidir. Men amerikalikman, men o'zbekistonlikman. Hammasi ot bilan ot ko'rinishidagi gaplar hisoblanadi. Endi mana shuni ot bilan ot koreys tilidagi gap qanday yasaladi? Keling ko'rib chiqamiz. Birinchi qism otiga, ya'ni nounni birinchisiga, otga, masalan, ot nima bo'lishi mumkin? Ismimni qo'yaman, masalan, Dinora ga. O'sha nin qo'shimchasini qo'shaman, sababi unli harf bilan tugaganligi uchun. Unli bilan tugasa nima qo'shilar ekan? Nin qo'shilar ekan. Va agar undosh bilan tugaydigan bo'lsa, masalan, haksing degani o'quvchi degani nge bilan tugadi. Mana shu yerda oxirgi harf nima bilan tugadi? Nge bilan. Va bu yerdan kelib chiqadiki, undosh harf bilan tugasa nima qo'shiladi? In qo'shiladi. Va birga buni haksingen deyiladi. Ya'ni haksingen deb qo'shiladi. Birinchi nounimizga nima qo'shilar ekan? In qo'shimchasi qo'shilar ekan. Va ikkinchi qismga, nounni ikkinchi qismiga nima qo'shiladi? Ya'ni dir. O'zbek tilida dir degan qo'shimchani beradi. Men o'qituvchidirman deb aytamiz. O'sha yashirin dir qo'shimchasi ham bor. O'sha koreys tilida bu iyeyo qo'shimchasi hisoblanar ekan. Mana shuni ikkinchi otimizga qo'shamiz. Sonsingnim deb oladigan bo'lsam, sonsingnim bu o'qituvchi degani. Undosh harf bilan tugasa, biz iyeyo qo'shimchasini qo'shamiz, sonsingnimeyo bo'ladi. Agar unli bilan tugasa, masalan, Lola ismini oladigan bo'lsam, Lola a bilan tugadi, yeyoni qo'shaman. Chonin Lolayim gap yasaladi, men Lolaman degani. Men Loladirman degani. Ya'ni ko'rinmas dir qo'shimchasi bor. Ot bilan otni yasaganda o'zbek tilida ko'rinmas dir qo'shimchasi bo'ladi-da gapni ichida.
Mana shunaqa holatda yasaladi. Keling endi gap tuzib ko'ramiz. Mana bu yerdan bu aytyaptiki, "저는 유진이에요." Men Yujinman. Mana, "저는" "cho"ga "는" qo'shildi o bilan tugagani uchun va Yujin buning ismi. Yujin. N bilan tugadi, I-E-O qo'shyapti. Men Yujinman degan gap hosil bo'lyapti. Ko'rdingiz? Keyingisi "저는 유진이에요." Men Yujinman. Steven은 미국 사람이에요. Steven 미국 사람이에요. Amerikalik degani. Steven amerikalik degani. Endi bu yerdan ko'rishingiz mumkinki, insonni qayerdaligini aytish uchun biz nimani ishlatarkanmiz? Ko'rsatib beraman. Dinora. Men Dinoraning o'zbek saram degani odam degani. O'zbek odamiman deb gap yasaladi koreys tilida. O'zbekistonlikman desangiz, o'zbekman desangiz, o'zbek. Saram iyeyo. Saramyeyo. Dinoraning o'zbek saramyeyo. Dinora o'zbek. Shunda o'zbek, ya'ni bitta gap bilan o'zbek degan gap yasalyapti. Qarang. O'zbek saramyeyo, o'zbek. Dinora o'zbek degani. Endi nimaga bunaqa qilib saram qo'shilyapti desangiz, lik degan qo'shimchasini mana shu saram beradi, lekin bu odam deganda, ya'ni o'zbek odami degan ma'noni bildiradi. Doim shunaqa qilib qo'shasiz. Masalan, Lola desak yoki Steven deb oladigan bo'lsak, Miguk saramdida Steven'in Miguk degani Amerika. Shunga saram qo'shsangiz, odam, ya'ni saram iyeyo amerikalik bo'ladi. Amerikalik bo'ladi. Ko'rdingiz? Hammasi o'zingizga ismingizni qo'yib birinchi annini qo'shasiz, oxiriga iyeyo, yeyo qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Bu noun plus noun gap yasaladi. Mana. 저는 나나예요. Men nanaman. Men nanaman deyapti. Nana she'nin 중국 사람이에요. Qarang, koreys tilida so'roq gap qanday yasaladi desangiz, tonni bitta ko'tarasiz, bo'ldi. 중국 사람이에요 desangiz, bu nana xitoylik bo'ladi. 사람이에요 desangiz, so'roq nazari bilan bu so'roq gap bo'ladi. 네, 저는 중국 사람이에요. Ha, men 중국 사람man. Ya'ni xitoylikman. Ne degani ha degani koreys tilida. 학생이에요. o'quvchiman. Ya'ni o'quvchidirman degani. 학생이에요. Nana 중국 사람 학생 gap yasaldi. Endi Steven 미국 사람 학생ga gap yasaymiz. Steven은 미국 사람이에요. 학생이에요. Ko'rdingiz? Chion이에요. 저는 chion이에요 desam bo'ladi. 한국 사람이에요. cho'buyeyo. Nimaga? Uy bekasi u bilan tugadi, shunga yeyo qo'shildi. cho'buyeyo. Uy bekasidirman. Dirmanga yeyo, iyeyoni qo'shasiz. Tushunarli? Mariya she'nin 독일 사람이에요. 이사예요. Mariya she germaniyalik doktor. Kasbi doktor. Michael she'nin 영국 사람이에요. 기자예요. reportyor. Akira she'nin 일본 사람이에요. 회사원이에요. ishchi degani. Ko'rdingiz qanaqa qilib gap yasaldi. Endi keling o'zingizni aytadigan bo'lsangiz. 저는 Lola예요. 학생이에요. va
o'zbek, saram iyeyo. Gap yasaldi. Chonin lolaman, men lolaman, o'quvchidirman, o'zbekman, deyapti. Ko'rdingiz? Mana bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. Salomlashishni o'rgandik, tanishuvni va xayrlashuvni o'rganib, ot bilan otga gap yasashni o'rgandik. Endi esa siz xohlagan otingizga inni qo'shib, plus ikkinchi qismga dirman degan o'sha kesim bo'lib keladigan holatda o'zbek tilida, ona tilida iyeyoni qo'shasiz bittasini, ya'ni unli undosh bilan tugaganga farq qiladi. Xohlagan gapingizni yasab olasiz. 수업이 여기까지 있습니다. 감사합니다.